Do'stlar, mana shunday Qarshi shahrini Qoq markazida turib, kechqurun mana shunday Qarshi shahrini tomosha qilishga nima yetsin. Do'stlar, sizlarga bu yaxshi imkoniyat. Birinchi sonli etapimizdan atigi 8 ta xonadonlarimiz qoldi. Subsidiyasi borlarga, krediti borlarga bu yaxshi imkoniyat. Bunaqa imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaymiz. Endi birgalikda sizlarga ichkarida ko'rsataman. Uyimizda qulayliklarga keladigan bo'lsa, uyimizda santexnika, elektrичество ishlari bo'lgan, qora shuvoqdan chiqqan uyimiz razdelniy qilingan, ko'rishlaringiz mumkin. Xonadonimiz 55 kvadratdan 76 kvadratgacha bo'lgan xonadonlarni qavatiga qarab 1 kvadrat metri 7,5 milliondan 8 milliongacha bo'lgan xonadonlarni xarid qilishingiz mumkin. Aytgancha hujjatlarga keladigan bo'lsa, hujjatlari, kadastrlari 100% hammasi joyida, liftlari ishlab turibdi. Do'stlar, manziliga keladigan bo'lsa, Qarshi shahrining Qoq markazida joylashgan bo'lib, orientirimiz Turon universitetida shunday yonginasida joylashgan. Bu tarafdan kelishimizda nomer 1 choyxonani shunday to'g'risida joylashgan ushbu ko'p qavatli binomiz bo'ladi. Xonadonlarimizning soni cheklangan. Murojaat uchun pastda quruvchi akalar nomerini qoldiramiz. Srochni bog'lanib bosib oladigan joyi.